石总，石总。Bu ablahlar qachonlar qarasa o'z xohish bo'yicha ish qiladi. Ular o'zlari Lesun kentida qo'nib, eng yaxshi jang pursini qo'ldan berib qo'ygan tursa, endi sen tozligicha men toz deb olay deb, barliq javobgarlikni 89-diviziyaga ishtirib qo'yibdi. Diviziya komandiri. Hozir ochiqlanadigan chog' emas. Askariy ishlarda ikkilanishning xavfi hammadan cho'ng. Uch qo'shinning beshiga kelgan ofat gumonlanishdan bo'ldi. İkkilendi deyishga to'g'ri kelsa, Cho'chonchuvanni ikkilendi desak bo'ladi. Men Cho'yinfey qo'l soladigan chog'da hargiz ikkilenmedim. Hozirgi ahvoldan qaraganda biz armiyamizning fikri bo'yicha dushmanlarni yo'qotib harakatlanib turib jang qilsak bo'larmikin deyman. Odam yo'tkalsa jallando, daraxt yo'tkalsa quriydi degan gap bor emasmi? Li Yilong kimning qo'lida o'ladiganligi tex aniq emas. Ketaylik. Xo'p. Birodar, o'toni berib tur. Rahmat. Dikkat başlık, aldı taraf bütünleyi düşmeyken. Buyruk, Özbek, vermeni yoktu mu? Hop, çapsan, erkekler tez basın. Tabii o, köyden mu? Düşmanlarına uğsağı kırıp kalka okşayımız. Diviziya komandiri, ara! Üçüncü polis yetişip gitti. Bundan uzun qo'shin az degani bor, bir diviziya kelamdikin deyman. Hammamiz qalayniqan bo'lib ketdi. Endi qanday bo'lsa shunday qilaylik. Har qaysi politlar buyruq, odam qarmay kemi qarsin. Qayergacha urus shu hisob. Otlanglar! Hayktonlar tez bo'lsin, tez!赵主任，翟部长，哎，你好，你好，你好，你好。把东西放下，你先出去，我和赵主任谈个事儿。是。翟部长，什么事儿？你认识陈少游吗？陈少游？对。好好的，怎么提起他呀？陈少游，你的那个燕京同学，现在黄维兵团110师里做副师长。华野总部目前正着手策划110师实现战场起义，此举关系了战役的全局。我这个敌工部长斗胆推荐了你，野司首长考虑再三才同意。是这样，你将作为我军的联络代表，立刻前往110师。好在你与陈少游彼此熟悉，他会派人在战线的那头接你。我现在需要你一个明确的态度，怎么样？能接吗？你是说这就走？军情紧急，你看，行头都为你准备好了。没什么说的，组织上交给的任务嘛。我就知道你会接的，具体情况我们路上再谈。好。呵，哎呀，我的老伙计李云龙倒是很羡慕这个样式军装啊。没想到啊，我赵刚先尝鲜了。
你是说李云龙？嗯，我经过野司的时候，正听着司令员夸他呢。啊，这老兄又出什么事了？嗨，他那个二师不按章法，在敌人窝里是一通乱打，把本该是7纵10纵的任务都加强到他扯开的口子上去了。现在热闹了，他的二师在前面乱打，身后2个纵队被他撑腰。这个人呐，就是喜欢调动领导，他那副二杆子劲儿啊，你也没办法。哎，这也是本事啊！司令员可是夸他爱动脑子啊。怎么样，咱们走吧。走走走。快上！给我冲！走，即将掩护，走！走！把车上的机关枪给老子拿下来！二排，给我上！车别站别走，来，去找老去！快！连长，我们发财了！Ştikbeke! Wang Yushin, bak! Ko'rsatma babka, do'konat komandir, yo'q ken, hamiz komandirning formalari ekan. Qo'rba. Bularni nima qilamiz? Oyga qilib bo'ladi ekan. Birodarlar, oyinglarni almashtirib olinglar. Chaqan bo'linglar. Hel azad ekan. Hey, bana yuşun. Bak, bana sana berey. Derslerge obdan qara, başqalar ayıp ketmesin. Anladın mı? Hop, yoldaşlar. Bayli, bunçilik derslerge ağzımızın tatlı kırıp yürsek bulmaydı. Hey, sizlarning qo'li qanday obdan narsalarni qo'lga tushirdi? Qanday obdan narsa u?
Qandaq yaxshi narsa bo'ladi, sizlarning 3-chi polkni xil chaqqan-ku. Oldi tarafda obdan narsalar chiqqan. Ha? Mayli. Biraderler, sen kaçsından? Kaçıncı diviziyden sen çok? 2. diviziyden. Qaysi qismdan? Pechetin üstü yitaloq durmam da. Endi shu 2 diviziya. Acha, ko'rib boqamiz. Bo'lmaydi. Ha, yo'ldosh, unda qilsangiz bo'lmaydi. Ne tur? Yo'ldosh, sizlar qaysi qismdan? 5 diviziydan. Hammalar birdan yechib elinglar, tez. Bo'lmaydi. Bu ambarni biz igilab qo'ygan. Adımlarni ketdi. Oldi tarafda, keyin tarafdan bak. Mang. O'zing yolg'iz hammani kiyamsan. Nimada qoch ko'zlamasan? Kiringlar. Qaysi kirdi kelsa qani? Akanga nochilik qilib o'tamsan? 5 diviziyaning odamlari bo'sh emasmi bu? O, ablah. Hocam! Bizning narsalarimizni bo'lsanglar bo'lmaydi. Tez bo'linglar, tez. Bo'lmaydi. Bo'lsanglar bo'lmaydi. Tez. Chaqqan bo'linglar. Hammanglar birdan yechib elinglar. Tez bo'linglar. Tez. Tez bo'linglar. Tez bo'l. O degan bizni nochi bo'lsang, o'zinglar o'lja olmamsan. Bizning o'ljilarimizni bo'lib, Tez bo'lash. Tez. shu nochilik bo'ldimi? Bo'lsang, o'zing tepib bo'lashmamsan. Bizning narsalarimizni bo'lib, Tez bo'linglar. o'g'irlar. Yuzi qalin o'g'irlar. O'g'irlar. Qo'sha. O'g'irlar. Yuzi qalin o'g'irlar. Qo'lonchilar. Qo'lini tartish. Diviziya komandiri. Nima bo'ldi? 5. diviziyaning odamlari bizning narsalarimizni bo'layotdi, yana tek odam urdi. Nima ish qilishyapsa? Narsani joyiga qo'y. Nima qilmoqchi? O'qti qo'ymoqchimi? Qonun yo'qmi? Ha? Nochi bo'lasan, o'zing o'ljelishmabsan. Mana buni o'g'il bo'l deymiz. Men yapılmışık bo'lmasam, har qaysi kelib bo'lishadigan. Van Yushim, Da. kim seni urdi? Ivo. Bana, onu sen bir işkilesek var. Ulan esi çın tutsun. Kim bu? 2. diviziyanın komandanı Li Long.别动！是我让打的。20师长李云龙。Li Long. Qo'l ostingizdagilarga nima ishqa odam urasiz?
Lojang, odamlaringiz obdan tarbiya ko'rmabdikan, sizning o'rningizni obdaroq boshqarib qo'yapman. Hozirdan boshlab bo'lashni o'rgansa, kelgusida qiz cho'kalarni bo'za qilmay qolami.讲理咱嘴笨，就喜欢打人啊！要打官司，咱们野司去。你小子真是个熊包，是，记住了，以后再遇到打人的，先捶了他狗日的再说，不问他官大官小。听 Bu yaramas. Tayoq yeb turibmi, qo'l yondiramagandiki, 2-diviziyada jon boqamoqdaksan. Odamning yuzi to'kib. Xo'p. Ma'u pechat obdan saqlanglar. Arz qilganda asqatudi. Xo'p. Darslarni qo'yib, men bilan menglar. Xo'p. Ish qator bo'linglar. O'ngga qara. Udulga qara. So'lga buril. Yugurib marş! Dön rot komandiriga aytinglar, hammalar mavi kiyimni kiysin. Men ularga beliq ko'zini marvoyat qilib ko'rsatib 74-korpusning yurgiga tig'avuraman. Chapsan bo'linglar. Hop! Siz Joe vekil mi? Soyu birader mi? Jo'gan birader. Birader. Ko'rishmaganimiz uzun bo'pti. Diviziyamizdagi ofitser askarlar yo'limizga qarab qoldi. Birader. Yanjang universitetidan ayrilganimizga 10 necha yil bo'pti? 13 yil bo'ldi. Ayat Mamat arlig'ida o'tdik-da. Qani tez bo'ling. Hammalar sizni saqlab qoldi. Bu yerda uzoq tursak bo'lmaydi. Tez bo'ling. Mayli. Xushvaqt bo'lsin. Siz gomidarmisiz? Xushmaslik bo'lmadi. Akan qarg'aynangiz da'vat qilib davsat. To'xtanglar. Dampen, ular bilan talashib o'tirmay, bo'sib o'tib, lo'q ko'shaymiz. Bo'lib shtablar bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qoldi. Bak yiroqlab ketmasakmikin deyman. Hozir hammish qalayim qalishib ketdi. Necha tuman odam aralashib ketdi. To'liq o'tildimi? Maqsadmish qalayim qanchilikdan foydalanib dushmanning hayvosini yagurish. Bo'ladi. Diviziya komandiriga aytishmaylar. Boshliq, bir lamps kuyib ketibdi. Zapis yo'qmi-da? Yo'q. Hamma to'xta! Senlarni harbiy degili bo'landi. Har qaysini ornimiz degan narsa bormi yo'qmi? Aniqlik payti qochqanlarning hammasi o'ldirildi. Boshliq, hammani kommunistlar qaplab ketdi. Birodarlarimiz to'zib ketdi. Sen qaysi qismdan? 74-korpus 22-diviziyadan. 74-korpus? 5 tumandan ortiq odam turib, 3 kunda tugishib ketdimi? 5 tuman cho'shqi bo'lgan taqdirdimi? Kommunistlar 3 kunda tutib demaydi. Boshliq, askarlar mag'lub bo'lsa, ashundoq patmanlab tugishdan gapgan. Kommunistlar haqiqatan bek yomonkan. Anglasam, yana bizning forumimizni kiyib mushtarakka qarab kelib turibdi. Sizlar darhol chekininglar. Birodarlar, biz mangayli. Yuringlar. Hamma joyingiz jim turish. Anlab turish. 74-korpus 89-diviziyadan o'ptaroq o'g'inish. Bo'lmasa, muhofizatchilarim sizlarni o'q bilan uzib qo'ydi. Qayt! Qayt! Menga qalayim qolishib ketdi. Hammamiz qalayim qolishib ketdi. Qaysining qo'y, qaysining padich ekanligini ayirolmas bo'lib ketdi. Dampan. Xarita qarab baq, bizning hozirgi o'rnimiz nerda? Diviziya komandiri, men bilmadim. Kechish etishdoq. Dastlabida nishonni farqlantirganda qilyotdim. Keyin kallam qayib ketdi. Nishonimni oydinlashtirmoqman. Mendim amal yo'q. Bu yerning qayer ekanligini bir ilgisi biladi. Sen nima qiladigan odam? Ha? Do'laning ustidagi kallami yoki qapoqmi? 师长，你枪毙我得了，我是没办法。
你说这荒郊野地的，到处都在打仗，连个村子都看不见，我根本就没法做进缺兵。你以为我不敢枪毙你啊？师长，现在正缺人手，我手下只剩20几个人了。你要枪毙我，还不如留着我打仗呢。那就先留着你，等打完了仗再枪毙你。带几个人给我抓。 Bir necha aylanni boshlab bir asir tutib kel. Tez bo'l. Birinchi o'tirga komandiri. Men bilan mang. Sen, men bilan mang. Armiyaning harbiy ishlar nazoratchisi Shibashli keldi. Yahu divizya komandiri, hem onlar polis ştabıda bir kağıt oturup gitmişler o. Askerlerge oktor taktı tuttu. Bu zaten imiş. Mudir, bunun hayran qog'chilik nimasi bor? Diviziyamiz armiyamizning avangard qo'shini bo'lgandan keyin avval muosirini bosib o'tish kerak. Shundaq turib ozuq-tulik o'q-do'rini taqatmasligimiz kerakmi? Ha, o şunda. Men şucudaki Cavbaş komandanının buyrug'iga binoan bu yerga nazoratchilik kelgandan keyin qoida bo'yicha menga avval o'tirish qilishinglar kerakdi o deyman. Bu yoq. Ha, bu yoq 18. korpusdagi Jav muavin diviziya komandiri. Undaq emas o. 18. korpusdagi general mayordan yuqori harbiy unvon va ofitserlarning hammasini taniyman. Lekin Jav familik diviziya komandiri borligini azaldan anglab boqmabdi ekanman. Yaqinda 40. korpusdan alınıp kelgan. Şuna Shibashlining tonishi mumkin emas. Endi bu yerda nima qilasiz? Siz bakla, haddingizda osh qiltirdingiz. Jav general, men chaqirgan mehmon. Tekshiruvingiz kelsa hozirla boshlangizga telefon bersangiz bo'ladi. Sizga shuni ogohlantirib qo'yay. Tekshirish idorasidagilar bizni xolanch bo'za qilmasin. Hay hay. Achchig'ingizga hay bering. Buni mening xizmatim emasmi? Jav general sizning mehmoningiz bo'lsa, telefon berib yursam bo'lmas. Paranglashıveringlar. Paranglashıveringlar. Ciddileşmanglar. O'liqmanglar. Hayran qog'chiligi yo'q. Achkitinglar. Tez bo'linglar. Tez. Diviziya komandiri, askardan birini tutib keldim. İsming, Jangmen. qismingning nomi. Bu degan harbiy maxfiyatlik, oshkorligi bo'lmaydi. Sende yana bir qatim so'rayman. Qismingning nomi va amiling. Komandan armiyasi 89. diviziyasi qurilishlar batalyoni 2-rotasining komandiri. Qurilishchilar yangi diviziyaga bevosita qarashchi qo'shinga deyman. Shundaq. Amis degina, diviziya komandiringlar cho'yin fenada. Aniq bilmayman. Boshliq. Undaq qilma, bir qo'shqinimda kessangiz, shu diviziya komandiri oldi tarafda. Yana qanchalik odam bor? Muhofazachilar izvoti, shtab boshlig'i, muavin diviziya komandiri bor. Qolganlar chechilib ketdi. Deb ketinglar. Hop. Ma. Diqqat, jangga tayyorlaninglar. Umumiy ahvol mana shundaq. Armiyamizning birinchi sapti qismlari urush liniyasidan o'tilishinglar uchun 30 minut vaqt berdi. Uqishmaslik bo'lib qolishdan saqlanish uchun formalarni ta'turkiysizlar. Ondan keyin 3 tal yeshil belgi o'q otsanglar, armiyamizga har qaysi qismlar darhol ishni taqab, Xuanvey armiyasiga birla vaqtda hujum qildi. To'xtanglar! Yo'l chiqinglar! Yo'shiringlar, chiqinglar! Tez! Uqishmaslik bo'lmasin! Biz Gomendan armiyasi 74-korpusdan. Sizlar qaysi qismdan? 89-diviziyadan. Sizlar nima qilib kirmay qaytib keldinglar? Ben tahi yana kommunistlarga ushurga o'xshaymiz debdiman. 89-diviziyami? Sizlarning shu diviziya komandiri men bilan kom tanışladim. Bu ovoz ajabli tanishqo. 74-diviziyada mening tanishlarim bo'lmasa, jangga tayyorlaninglar. Avval avu durab palto kelganini aytinglar. Hey! Sizlarning shu diviziya komandiringlar nerede?
Yo'llang birodar. Mana men bu yerda. Ner turunglar! Yo'lni bo'shtinglar! Yo'lni bo'shtinglar! Yo'lni bo'shtinglar! Ner turunglar! Ner turunglar! Ner turunglar! Doktor! Avval aldırıp bir tizimlitin. Ben operatsiyaxonaga boraman. Avval tizimlitin. Anglab tur! Vaqtni ching tutib, darhol bizning diviziya komandirini operatsiya qil. Bo'lmasa seni hozir etitaman. Hey! Qo'lingni tat. Men doktorxona boshlig'i. O'shlarning diviziya komandirimi? Ha, bizning diviziya komandiri. O'zingizdan bismillah. Darhol operatsiya qilinglar. Takida doktor bosh bo'lsin. Tez bo'linglar. Men bilan meninglar. Meninglar. Doktor! Doktor! Nima ish bo'ldi? Bemorning ahvoli nihoyat og'ir ekan. Darhol operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Nima? O yapın alvastisi ekan-ku. Nima qilmoqchisan? O alvasta operatsiya qilsa bo'lmaydi. Takida doktor urush qarshi ittifoqning odami. U doktorxonamizga eng yaxshi doktor. Vaqtni o'tkazmasam, oqibatiga o'zing mas'ul bo'lsan. Uqdimi? Yo'lni bo'shat. Tiyayi, yordamlash bemorni ko'tarish ber. Tez bo'ling. Ma'qul, darhol ko'taringlar. Mangayli. Bu qatam ko'p avara bo'ldingiz. Nadikini o'zingizni texnik bu kasbning ahli emas da'vatsiz. Mushunday ketavergan bo'lsangiz, mening ishimni tatib oladigan o'xshaysiz. Siz sapagan asosdan ha. Men faqat orliq xabarchilik qildim shu. 110-diviziyaning haqiqatga qaytishining muvaffaqiyatli bo'lishida sizlarning maxfiy sepinglarning 10 necha yil tirishchiligining natijasi. Boshqalarning to'pisini o'zimdan qilib olsam qanday bo'ladi? Ha, Sholi, joy mudirini 2-kolonnaning tutib turish boshqarmasiga olib qo'y. Xo'p. Xo'sh. Xo'sh. Səhiyyə bölümünün başlığı avval meni doktorxanaga ma'lum olib berib degandi. Avval joy mudirini olib qo'y. Bo'lmasmi ki, diviziya komandiri bo'lamay qopti. Bu doriga bakli ehtiyojli ekan. Qaysi diviziya komandiri ekan? 2-diviziyadagi Liyullong. Kim? Qanşırınızı tügedi. Qaysalarning qiyin o'tiblik bo'lsa men bilan menglar. Meniki deylar. Qandaq ekan? Abla, hech qaysini qantib olmas ekan. Amsa qandaq qilamiz? Nimani qanday qilasiniz? Menikida erim, tezroq bo'ling. Nima qarab tursiz? Men sizga dedim, sizning qiynoqingiz ortiqlik ekan. Qandaq bo'lishlar qariniz bo'lmay elaveram. Nima jidal qilsiz? Diviziya komandirini o'lsin demoqchimi? Chiqib ketinglar. Hammanglar chiqib ketinglar. Manglamsizlar. Tozimi bir bundaq yovvoyi askarni ko'rib boqmabdi ekanman. Menikini eling, mening qiyinim o'tiblik. Doktorxona boshlig'i, qanday bo'ldi? この怪我は重傷です。助かる望みは少ないです。あとは彼次第です。彼の生命力に頼るしかありません。Takida doktor operatsiya tugadi.
Lekin bu bemorning hayot qilish mumkinchiligi nihoyat oz deydi. Diviziya komandirining yarisi nihoyat og'ir ekan. Umid, immunitet kuchining ojiz yoki kuchliligida qoldi. Allah'ını olvastı! Sen obdan operasiya qilmoqsan! Men seni etibman! Qilma, qo'lingni tap! Ula qilma! Döpdin! Nima qilmoqsan? Komissar! Döpdin! Komissar! Sen texi mustaqil polikdan peshqadam askeri turug'liq intizomsizlik qilmoqchimi? Kim seni novchilik qilsin dedi, ha? Yani texi tapanchisini tanlayotganini nima qilmoqchisan? Qo'ral deganda dushmanni ot emas, yo'ldoshlarni ishlatmaymiz. Ma, berib o'zingni tekshir. Meni ketdi, boshqaramaydi deb qolma. Askarlaringni ilib, bu yerda yo'qol. Sizning bu Yo'lda sizda. Siz bizning teziyatchilarning nijotchisi, men Dömpangning nijotkori. Butun teziyatchilarga vakolatan sizga bosh uray. Başlıq, yana bir qitim daha anlayamadım. Li Qaysilar Ço diviziya komandirini qo'l ishlaysizlar? Ha maylan, Ço diviziya komandirining ahvoli qandaroq? U to'xtamay Liyillon deb chaqiryotdi. Qaysilar Liyillon? Liyillon kommunistlar armiyasidagi bir diviziyaning komandiri. Kommunistlarning diviziya komandiri? Bu qandaq gap? Sizga desam tushunmaysiz, boshqa o'zimday. Başliq, men diviziya shtabi muhofazachilar rotasining komandiri Song Yongjong. Başliq, men esingizda bormi? Başliq, boya Liyillonning ismini chaqiribsiz. Nimalarni bilgingiz bor? Liyillon hayatma. Başliq, Liyillon hayat bo'lishi mumkin. Ayni chaqda ikkala taraf boshliqni qutuldirdik. Keyin biz yana kommunistlar bilan etishib ketdik. Ular xuddi saranglardek elishib ketdi. Bizning ko'zimizga qon to'ldi. Ikkala taraf ig'ir talafot kuchirdi. Jang vaziyatida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, qanday yig'ishtirishni bilmaydik. Bugündek yerib ketdim. Tazı optandır uxlab olay. Heliq diviziya komandirining ahvoli qandaroq? Bo'ldi, unutilgan mayli qo'y. Dala armiya qo'mondonlik shtabidan to'xtamay telefon kelyotdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'lboshliqlarning hammasi keldi. Uning jini qaraganda boshqalarnikidan olaydirak o'xshaydi. Hay. Bilamsan, koridorning hamma yeri odamga liq to'lib ketdi. Kishilarni o'kirib yig'lab ketdi degina, ularning yig'isini anglab, ko'nglim bir qismida bo'lib qoldi.
Bo'ldi. Men uxlayveray, ha? Ma'qul, uxlayvag'in. Sizga gap qilayotganimga yerim kun bo'ldi. Puli bilmasga selavanman. Charchab ketganingizni, jiqroq aram og'ingiz borligini bilaman. Ma'qul. Aram elbiling. Men sizga gap qilib beray. Anglang, ha? Ovli. Bunchalik yaralanish degan hech gap emas. Chidang. Chidamaslik qilishga ruxsat yo'q. Ikkimiz shuncha yil birga ishladik. Sizning chidamaslik qilganingizni ko'rmagan. Bütün shenshidagi alvoslarning hammasi sizni oqchiga tegishimiz degandimi, biz sotmagan. Bu qatim unda qilishga texim ruxsat yo'q. Lavli. Anlab turing. Chidang. Chidayolmasangiz-mu chidang. Azroil bilan elishing. Biz kimdan qo'rqib baqqan? Yamasakining atirtichu. Shimoliy Jungodagi Yapon armiyasining ekskursiya umigichu. Yamamotoning alayda askarlarchu. Biz hammani yo'qotdik-ku. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz. Yapon alvoslardanmi? Azroildanmi qo'rqmaymiz? Lavli. Shu kichkina yaralandingiz. Ozroqla. Unchalik yaralanish degan qanchalik ishdi, ha? Suvadan terekdek erkishdi, shunchalik ishdimi qo'rqimsiz. Lavli, chidang, cho'qim bardoshlik bering. Agar bardoshlik bermaydigan bo'lsangiz, men javgan sizni hargiz ko'zga ilmayman. Nimadan chidamaslik qilasiz? Ayni yillardagi Livill siz emasmi, ha? Alvoslarning oldida qo'rqib qolmadingiz. Shuni sizni haqiqiy azimatlayman. Ajibo Azroildan qo'rqotamsiz? Xuddi xotin kishidek. Aram bo'ldingizmi? Ko'zingizni ochmamsiz. Uxlagan bo'laman deyman. Ko'zingizni ochsingizchi. O'ylab boqmamsiz. Yılları 8. armiyaning Aran 3 diviziyasi majnuman askarlar batdi. Lekin hozircha 4 cho'ng dala armiyasi 2-3 million askari bor. Bundaq bo'ldiganligi tushimizga kirmagan shundaqku. Bu qatimqi Xoy-Xoy jangida Sharqi Jungo dala armiyasi bilan O'ttir tuzlanlik dala armiyasi birlashib 60 tuman odam bilan 80 tuman odamga taqobil turyapti. Yengishga oz qoldik. Xoy-Xoy jangi oxirlashsa cho'qim Changjang daryosidan o'tamiz. Lavli. Mushundaq uxlayveramsiz. Gomindangning askarlari oz qoldi. Men sizni bilmaymanmi? Tug'ilishingizda jang uchun tug'ilgan. Qiladiganga jang bo'lmay qolsa, ishingizni bir narsa tatlayotgandek bo'lanmay qolasiz. Agar mush qitim ulguramasangiz, fursat qolmaydi. Qanidanga butun mamlakat ozod bo'lsa, qo'lingizni nemish kelepti, ha? Nemish qila olaysiz deyman. Mushundaq tarza mijozingiz bilan darvozvallikmi yaramaysiz? Siz qoyil bo'lmayman desangizmi amalingiz yo'q.
Men her nima degan bilan necha kun maktabda o'qigan. Savodim bor. Her qancha qamlashmadi degandimi, boshlang'ich maktabga berib o'qituvchilik qilsam kunimiznikidan yaxshiroq o'tadi. Shuna derhal o'rningizdan turib, mushu o'tgandan o'tib ketsingizlar, jami degan sizdan oshmaydi. Loli, anladınızmı deymen? Loli, sizden ötünüp kalay. Ketmen ha? Ben Cavgan, sizden ötünüp kalay. Biz degen obdan birader o, ha? Ben sizden ayrılmayman. Loli, ben ötünüp kalay. Beni taşlap ketmem, Loli. Beni taşlap ketme. Loli. Loli. Sınırlatma. Ben doktoru çağırıp geleyim. Doktor! Loli. Ben sizni zaten ölmeysiz demegenmedim.